Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 12 avgustdan keyin Rossiyada yashayotgan, ishlayotgan, o'qiyotgan yoki vaqtincha borib kelib yurgan o'zbekistonliklar uchun qoidalar ancha jiddiylashdi. Bu oddiy yangilik emas. Bu hujjati ozgina kechikkan. Registratsiyasi noto'g'ri qilingan. Patent to'lovi bir kun o'tib ketgan yoki mayli, keyin to'g'rilayman deb yurgan odamning hayotiga bevosita ta'sir qiladigan masala. Men bu videoda vahima tarqatmoqchi emasman. Aksincha men sizga nima o'zgarganini, kimlar ehtiyot bo'lishi kerakligini, qaysi xatolar eng xavfli ekanini va hozirdanoq nima qilish kerakligini oddiy tilda misollar bilan tushuntiraman. Iltimos videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta mayda detal ham sizni jarima. Deportatsiya yoki bir necha yil Rossiyaga kira olmaslik muammosidan saqlab qolishi mumkin. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ogohlantiruvchi va amaliy ma'lumotlar ko'pchilikka kerak. Avval qanday edi? Oldin Rossiyada chet el fuqarosi jumladan O'zbekiston fuqarosi migratsiya qoidalarini buzsa ko'p holatda ish sud orqali ko'rilardi. Ya'ni politsiya tekshiradi, bayonnoma tuzadi, keyin sudga yuboriladi, sud esa jarima. Chiqarib yuborish yoki boshqa chorani belgilaydi. Albatta oldin ham tartib qattiq edi, lekin ko'p odamlar sudgacha vaqt bor. Advokat topaman, hujjatni to'g'rilab olaman, xo'jayin yordam beradi deb o'ylardi. Endi esa 12 avgustdan boshlab ayrim holatlarda ichki ishlar organlarining vakolati kengaydi. Ya'ni migratsiya qoidalarini buzgan chet el fuqarosiga nisbatan chiqarib yuborish. Ya'ni administrativ tarzda mamlakatdan chiqarish masalasi tezroq va qattiqroq ko'rilishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, endi tekshiruv bo'lsa gaplashib ketaman. 1-2 kun kechiksa hech narsa bo'lmaydi. Registratsiya soxta bo'lsa ham ishlatib turaman degan yondashuv juda xavfli bo'lib qoldi. Bu o'zgarish asosan Rossiyada noqonuniy qolayotgan, manzili bo'yicha yashamayotgan, ishlash huquqsiz ishlayotgan, patentini vaqtida to'lamayotgan, migratsiya kartasida ko'rsatilgan maqsadga zid ish qilayotgan, ro'yxatdan o'tmagan yoki soxta hujjatdan foydalanayotganlar uchun xavfli. Lekin faqat shular emas. Hatto hujjati bor odam ham mayda xatolar sabab muammoga tushishi mumkin. Men ko'p yurtdoshlarimizda bitta noto'g'ri fikr borligini ko'raman. Menda pasport bor, migratsion karta bor, demak hammasi joyida. Yo'q. Rossiyada chet el fuqarosi uchun faqat pasport yetmaydi. Sizning kirish maqsadingiz, migratsion kartangiz, ro'yxatingiz, patentingiz, patent to'lovlaringiz, mehnat shartnomangiz, yashayotgan manzilingiz va ishlayotgan hududingiz bir-biriga mos bo'lishi kerak. Bitta joyda nomuvofiqlik bo'lsa, tekshiruvda savol tug'iladi. Birinchi masala migratsion karta. Siz Rossiyaga kirganingizda migratsion kartada kirish maqsadini ko'rsatasiz. Agar siz ishlash uchun borsangiz, maqsadi rabota, ya'ni ish bo'lishi kerak. Agar mehmon sifatida kirib, keyin ishga joylashib olsangiz, bu muammo tug'dirishi mumkin. Ko'pchilik farqi yo'q, baribir kirib oldim-ku deydi. Lekin tekshiruv paytida aynan shu savol beriladi. Siz nima maqsadda kirdingiz, hozir nima qilyapsiz? Misol keltiraman. Akmal ismli yigit Toshkentdan Moskvaga chastnaya, ya'ni shaxsiy tashrif maqsadi bilan kiradi. U aslida qarindoshinikiga boraman deb aytadi. Lekin 3 kundan keyin qurilishda ishlay boshlaydi. Patent olishga ariza topshiradi. Lekin migratsion kartadagi maqsad ish emas. Natijada hujjatlarni rasmiylashtirishda muammo chiqishi yoki tekshiruv paytida nima uchun maqsad boshqa, faoliyat boshqa degan savol tug'ilishi mumkin. Shuning uchun kirishdan oldin maqsadni to'g'ri belgilash juda muhim. Ikkinchi masala ro'yxatdan o'tish, ya'ni registratsiya. Rossiyada chet el fuqarosi odatda kelgandan keyin belgilangan muddat ichida migratsion hisobga qo'yilishi kerak. Ko'p holatda bu 7 ish kun deb tushuniladi. Lekin ayrim vaziyatlarda muddat, maqom yoki joyga qarab farqlar bo'lishi mumkin. Eng muhimi, registratsiya haqiqiy manzil bo'yicha bo'lishi kerak. Siz qog'ozda bir joyda, amalda boshqa joyda yashasangiz, bu xavfli. Hayotiy misol. Dilshod Sankt-Peterburgda ishlaydi. Lekin registratsiyasi Leningrad viloyatidagi bir xonadonda qilingan. U aslida o'sha manzilni ko'rmagan ham. Bir tanish 3000 rublga registratsiya qilib beraman degan. Tekshiruvda u yashayotgan joyini aytadi. Hujjatda esa boshqa manzil. Politsiya bazadan tekshiradi. Uy egasi men bunday odamni tanimayman desa, bu soxta ro'yxatga o'xshab qoladi. Bunday vaziyatda oddiy jarima bilan tugamasligi ham mumkin. Uchinchi masala patent va uning to'lovi.
O'zbekiston fuqarolari Rossiyada ko'p holatda patent asosida ishlaydi. Patentni olishning o'zi yetarli emas. Uni har oy vaqtida to'lash kerak. Eng xavfli xato shuki, odamlar to'lovni 1-2 kun kechiktirib, hech nima bo'lmaydi deb o'ylaydi. Patent to'lovi kechiksa, ayrim holatlarda patent bekor bo'lishi mumkin. Patent bekor bo'lgandan keyin siz ishlash huquqini yo'qotasiz. Siz esa buni bilmay ishda davom etsangiz, noqonuniy mehnat faoliyati bo'lib qoladi. Masalan, Ravshan Moskva viloyatida patent bilan ishlaydi. U har oy 25 sanasigacha to'lashi kerak. Bir oy uyga pul yuboradi. O'zida pul yetmay qoladi va 27 kuni to'laydi. U 2 kun deb o'ylaydi, lekin tizimda to'lov muddatdan o'tgan bo'lsa, patentning amal qilish masalasi shubha ostida qoladi. Keyin ish joyida reyd bo'ladi. Hujjatda patent bor, lekin to'lov intizomi buzilgan. Bu esa katta muammo. 4-masala qaysi hududda ishlash. Patent odatda ma'lum hudud uchun beriladi. Agar siz Moskva patent olgan bo'lsangiz, boshqa hududda bemalol ishlayman deb o'ylamang. Moskva shahri, Moskva viloyati, Sankt-Peterburg, Leningrad viloyati kabi joylar alohida ko'rilishi mumkin. Bu yerda adashish juda oson. Misol, Sherzod Moskvada patent oladi. Keyin xo'jayini uni bir haftaga Kaluga viloyatidagi obyektga yuboradi. Firma bitta-ku, farqi yo'q deydi. Lekin tekshiruv bo'lsa, patent qaysi hududga berilgan, ish qaysi hududda bajarilmoqda, shu tekshiriladi. Agar mos kelmasa, noqonuniy ishlash masalasi ko'tariladi. 5-masala ish beruvchi bilan shartnoma. Ko'pchilik og'zaki kelishuv bilan ishlaydi. Kuniga 3000 rubl, oy oxirida beraman, hujjat keyin bo'ladi. Bu juda xavfli. Sizda mehnat shartnomasi yoki fuqarolik huquqiy shartnoma bo'lmasa, tekshiruvda siz o'zingizni himoya qila olmaysiz. Ish beruvchi esa men buni tanimayman, bu shunchaki kelgan deb chiqib ketishi mumkin. Natijada javobgarlikning katta qismi sizga tushadi. 6-masala. Pasport muddati va hujjatlarning mosligi. Pasportingizning muddati tugashiga oz qolgan bo'lsa, patent, registratsiya yoki boshqa hujjatlarni rasmiylashtirishda muammo bo'ladi. Ism familiyadagi bitta harf xatosi ham muammo chiqaradi. Masalan, pasportda Abdullayev, migratsion kartada Abdullayev, patentda boshqa yozuv bo'lsa, tizimda nomuvofiqlik paydo bo'lishi mumkin. Buni mayda narsa deb qoldirmang. Kimlar ayniqsa xavotir olish kerak? Birinchi navbatda hujjatsiz ishlayotganlar. Ikkinchidan registratsiyasi sotib olingan yoki haqiqiy manzilga to'g'ri kelmaydiganlar. Uchinchidan patent to'lovini kechiktirib yurganlar. 4-dan kirish maqsadi ish bo'lmagan, lekin ishlayotganlar. 5-dan bir hudud patent bilan boshqa hududda ishlayotganlar. 6-dan avval jarima olgan, lekin to'lamagan yoki sud qaroriga befarq qaraganlar. 7-dan taksi kuryerlik, qurilish, ombor, umumiy ovqatlanish, tozalash xizmati kabi reyd ko'p bo'ladigan sohalarda ishlayotganlar. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Hujjatlari to'liq bo'lgan, kirish maqsadi to'g'ri ko'rsatilgan, registratsiyasi haqiqiy manzil bo'yicha qilingan, patent to'lovi o'z vaqtida amalga oshirilgan, ish hududi patent hududiga mos, ish beruvchi bilan shartnomasi bor. Jarimalari yo'q va pasport muddati yetarli bo'lgan odamlar. Lekin men umuman xavotir olmang demayman. Chunki tekshiruvda hujjatlarni ko'rsatish, tushuntirish va dalil bilan isbotlash kerak bo'ladi. Birinchi nozik jihat. Men ishlamayapman, shunchaki yordam beryapman degan gap har doim ham yordam bermaydi. Masalan, siz do'stingizning kafesida oshxonada turibsiz, mahsulot tashiyapsiz yoki mijozga xizmat qilyapsiz. Tekshiruvchi buni mehnat faoliyati deb baholashi mumkin. Siz pul olmasangiz ham amalda ish jarayonida qatnashayotgan bo'lsangiz, savollar paydo bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat ijarada yashash va registratsiya. Uy egasi sizni ro'yxatga qo'yishni istamasligi mumkin. Ko'pchilik shunda tanish orqali boshqa manzilga qildiraman deydi. Lekin bu eng katta tuzoqlardan biri. Chunki hozir ma'lumotlar bazasi, qo'shnilar, uy egasi, yashash joyi, ish joyi bir-biriga solishtirilishi mumkin. Sizning telefoningizda ijara to'lovi bo'yicha yozishmalar, bank o'tkazmalari, ish manzilingiz bo'lishi mumkin. Hujjatdagi manzil boshqa, hayotingizdagi manzil boshqa bo'lsa, bu ishonchni yo'qotadi. 3-nozik jihat. Jarimani to'lamaslik. Ayrim yurtdoshlarimiz jarima olsa, keyin to'layman, baribir topishmaydi. O'zbekistonga ketib qaytsam o'tib ketadi deb o'ylaydi. Bu juda noto'g'ri. To'lanmagan jarima keyingi kirishda, hujjat topshirishda yoki tekshiruvda muammo bo'ladi. Ba'zi holatlarda bir necha ma'muriy huquqbuzarlik Rossiyaga kirishni taqiqlashga olib kelishi mumkin.
Ya'ni bugun 5000 rublni tejayman deb ertaga 3 yil yoki 5 yil kirish taqiqiga tushib qolish mumkin. 4-nozik jihat xo'jayin hammasini qiladi degan ishonch. Ish beruvchi yaxshi odam bo'lishi mumkin, lekin mas'uliyat oxir-oqibat sizning ham zimmangizda. Patent to'landimi? Shartnoma bormi? Sizni ro'yxatga qo'ydimi? Migratsiya organlariga xabar berildimi? Bularni o'zingiz ham nazorat qilishingiz kerak. Chunki tekshiruvda xo'jayin aytgandi degan gap hujjat o'rnini bosmaydi. 5-nozik jihat telefon va messenjerlarda yordamchilar. İnternetda patent ilk kunda, registratsiya 100%, zapretni olib tashlaymiz, baza orqali tozalaymiz degan e'lonlar juda ko'p. Bularning ichida firibgarlar ham juda ko'p. Siz ularga pasport rasmingizni, migratsion kartangizni, shaxsiy ma'lumotlaringizni yuborasiz. Keyin soxta hujjat berishadi yoki umuman yo'qolishadi. Eng yomoni. Siz soxta hujjat bilan ushlansangiz, men bilmagandim deyishingiz qiyin bo'ladi. 6-nozik jihat oila a'zolari. Ba'zi odamlar mening hujjatim joyida, xotinim yoki bolamnikini keyin qilamiz deydi. Lekin chet el fuqarosi sifatida har bir odamning maqomi alohida. Ayolingiz, farzandingiz, ota-onangiz Rossiyada bo'lsa, ularning ham registratsiyasi, qolish muddati, tibbiy sug'urtasi va boshqa hujjatlari tartibda bo'lishi kerak. Ayniqsa bolani bog'cha yoki maktabga berishda hujjatlar talab qilinadi. 7-nozik jihat talabalik maqomi. O'zbekistonlik talabalar ham ehtiyot bo'lishi kerak. Talaba bo'lib kelgan odamning hujjatlari o'qish joyi orqali rasmiylashtirilgan bo'lishi mumkin. Agar talaba o'qishni tashlab yuborsa, akademik ta'til olsa yoki universitetdan chetlatilsa, uning Rossiyada qolish asosi o'zgaradi. Men hali talabalar yotoqxonasidaman degan gap yetarli emas. Maqom o'zgarsa, migratsion holat ham qayta ko'rib chiqilishi kerak. 8-nozik jihat 9-kun qoidasi. Ishlash huquqi bo'lmagan. Vaqtincha kelgan odamlar uchun qolish muddati juda muhim. Ko'pchilik kirib chiqib muddatni yangilab yurishga o'rgangan. Lekin bunday usullar ham tobora qattiq nazorat qilinmoqda. Siz Rossiyaga necha kunga kirdingiz? Qachon chiqdingiz? Keyin qachon qaytdingiz? Bularning hammasi bazada ko'rinadi. Maqsadsiz kirib chiqishlar savol tug'dirishi mumkin. 9-nozik jihat ism o'zgartirish, pasport almashtirish yoki yangi pasport olish. Ba'zi odamlar eski pasportda muammo bor edi. Yangisini oldim, endi toza bo'ldim deb o'ylaydi. Bu ham noto'g'ri. Tizimlar shaxsni faqat pasport raqami bilan emas, ism, tug'ilgan sana, fuqarolik, biometrik ma'lumotlar va boshqa belgilar orqali ham aniqlashi mumkin. Agar sizda kirish taqiqi, to'lanmagan jarima yoki boshqa muammo bo'lsa, yangi pasport bilan ham aniqlanish ehtimoli bor. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, barcha hujjatlaringizni bitta joyga yig'ing. Pasport, migratsion karta, registratsiya varaqasi, patent to'lov cheklaringiz, tibbiy ko'rik hujjatlari. Daktiloskopiya va fotosuratdan o'tganingiz haqidagi hujjatlar, mehnat shartnomasi, ijara shartnomasi yoki yashash joyingizni tasdiqlovchi hujjatlar. Bularning nusxasini telefonga ham saqlang, lekin aslini ham ehtiyot qiling. Ikkinchi qadam, sanalarni tekshiring. Pasport qachongacha amal qiladi? Migratsion kartada kirish sanasi qaysi? Registratsiya qachongacha, patent qachongacha to'langan? Keyingi to'lov sanasi qaysi? Men tavsiya qilaman. Telefoningizda kalendar oching va har bir muhim sanadan 5 kun oldin eslatma qo'ying. Patent to'lovini oxirgi kunga qoldirmang. Bankda texnik nosozlik bo'lishi, dam olish kuni tushib qolishi yoki pul kech o'tishi mumkin. 3-qadam, registratsiyangiz haqiqiyligini tekshiring. Siz hujjatda ko'rsatilgan mavzuda yashayapsizmi? Uy egasi sizdan oladimi? Agar politsiya yoki migratsiya xizmati so'rasa, uy egasi, ha, shu odam shu yerda turadi deya oladimi? Agar javob yo'q bo'lsa, demak siz xavf zonasidasiz. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l haqiqiy yashash joyingiz bo'yicha ro'yxatdan o'tish masalasini hal qilish. 4-qadam. Ish joyingizni hujjat bilan mustahkamlang. Ish beruvchidan shartnoma so'rang. Shartnomada sizning ism, familiyangiz, pasport ma'lumotlaringiz, lavozimingiz, ish joyingiz, ish haqi yoki to'lov shartlari ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar ish beruvchi shartnoma kerak emas desa, bu siz uchun signal. Chunki tekshiruvda siz ishlayotganingizni qonuniy asosda ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. 5-qadam, patent hududini tekshiring. Patent qaysi subyekt uchun berilganini ko'ring. Siz aynan o'sha hududda ishlayapsizmi? Agar ish beruvchi sizni boshqa hududga yuborsa, oldindan huquqiy masalani aniqlang.
Bir kunlik ish. Faqat obyektni ko'rib kelasiz. Yordam berib yuborasiz degan gaplar ham xavf tug'dirishi mumkin. 6-qadam. Jarimalaringiz bor yo'qligini tekshiring. Agar oldin yo'l harakati, migratsiya, jamoat tartibi yoki boshqa ma'muriy jarima olgan bo'lsangiz, uni to'laganingizni tekshiring. Cheklarni saqlang. Agar jarima bazada to'lanmagan ko'rinsa, tegishli organlarga murojaat qilib, to'lovni tasdiqlatish kerak. Jarima kichik bo'lsa ham e'tiborsiz qoldirmang. 7-qadam. Shubhali vositachilardan uzoq yuring. Hujjatni faqat rasmiy yo'l bilan qiling. Migratsiya markazlari, ko'p funksiyali markazlar, rasmiy idoralar, ishonchli yuridik maslahat markazlari orqali ish tuting. Agar kimdir bazaga kiritmasdan qilib beraman, uy egasiz registratsiya, tibbiy ko'riksiz patent desa, bilingki bu keyin sizga juda qimmatga tushishi mumkin. 8-qadam tekshiruv vaqtida o'zingizni to'g'ri tuting. Hujjatlarni ko'rsating. Baqirmang, qo'pol gapirmang, qochishga urinmang. Agar sizga bayonnoma tuzishsa, uni o'qimasdan imzolamang. Tushunmagan joyingiz bo'lsa, tarjimon so'rashingiz mumkin. Bayonnomada noto'g'ri ma'lumot bo'lsa, izoh qismiga o'z fikringizni yozing. Masalan, men bu manzilda yashayman. Uy egasi tasdiqlaydi. Patent to'lovi amalga oshirilgan, chek mavjud, tarjimon taqdim etilmadi kabi izohlar keyinchalik muhim bo'lishi mumkin. 9-qadam. Muammo chiqsa vaqtni bo'y bermang. Agar sizga deportatsiya, chiqarib yuborish, kirish taqiqi yoki hujjat bekor bo'lishi haqida xabar berilsa, darhol mutaxassisga murojaat qiling. Advokat, yurist yoki O'zbekistonning konsullik muassasasi bilan bog'laning. Ko'p odamlar 10 kun, 15 kun, 1 oy yurib qo'yadi, keyin muddat o'tib ketadi. Huquqiy jarayonlarda muddat juda muhim. 10-qadam. O'zbekistondagi yaqinlaringizni ham ogohlantiring. Chunki ko'p odamlar Rossiyaga endi kelmoqchi. Ular eng boshidan to'g'ri harakat qilsa, muammo kamayadi. Rossiyaga ketayotgan odamga ayting, kirish maqsadini to'g'ri ko'rsat. Manzilni oldindan hal qil. Patent uchun pulni alohida ajrat. Tibbiy ko'rik va tarjima hujjatlariga tayyor bo'l. Hech kimga pasportingni berib qo'yma. Men yana bir muhim narsani aytaman. Har bir holat alohida baholanadi. Bir odamda xato bo'lsa ham ogohlantirish yoki jarima bilan tugashi mumkin. Boshqa odamda esa chiqarib yuborishgacha bo'lishi mumkin. Bunga hudud huquqbuzarlik turi, avvalgi jarimalar, hujjatlarning holati, ish beruvchining pozitsiyasi va sizning o'zingizni qanday tutishingiz ta'sir qiladi. Shuning uchun falonchi shunday qilib yuribdi-ku degan o'lchov bilan yashamang. Faqat o'zingizning hujjatingizga javob bering. Demak, 12 avgustdan keyingi asosiy xabar shuki, Rossiyada o'zbekistonliklar uchun migratsiya intizomi endi yanada muhim bo'ldi. Hujjatsiz ishlash, soxta registratsiya, patent to'lovini kechiktirish, boshqa hududda ishlash. Jarimalarni to'lamaslik va keyin to'g'rilayman degan yondashuv juda xavfli. Bugun hujjatlaringizni tekshirsangiz, ertaga katta muammodan qutulasiz. Men sizdan so'rayman, agar Rossiyada bo'lsangiz, bugunoq pasport, migratsion karta, registratsiya, patent va to'lovlaringizni tekshiring. Agar O'zbekistonda bo'lsangiz va ketmoqchi bo'lsangiz, oldindan tayyorgarlik ko'ring. Bu masalada beparvolik qilish mumkin emas. Izohlarda yozing. Siz qaysi shahardasiz? Hujjatlarda eng ko'p qaysi muammoga duch kelyapsiz? Patentmi, registratsiyami, ish beruvchimi yoki jarimalarmi? Men keyingi videolarda aynan sizlarning savollaringiz bo'yicha alohida tushuntirish beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumot bir odamning ishini, pulini, oilasini va Rossiyada qolish huquqini saqlab qolishi mumkin.